好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Sekila Asghar。今天我们要学习的是第5单元的第2部分。Bugün bizning o'rganmoqchi bo'lgan mazmunimiz 5. darsningki 2. qismi, ya'ni 这个阿里木的新房子。Aldın qıtım alım bilen dil yarışkisi öy ijara ağılı badi şundağı. Onda olsa bu derste bu yerda nima ishlar bo'ldi? Amsa biz qanday qilaylik? Mushu yangi darsga kirib ketaylik. O'xshash, avval biz oldin qıtım o'rganib bo'lgan nishonimizni bir takrar qilib o'tsak. 那么今天我们要学习的呢是这个第5课的第2部分，一样。在上课之前，我们把上一节课所学过的内容再复习一遍，好吗？好，那我们呢，先来看一下我们上一节课所学的目标。上一节课的目标我们一共学了3点。3 nuqtani o'rgandik。Birincisi是什么呀？第一点呢，我们学习的是这个押一付三。还有这个一室一厅、一室两厅deganda mushu bir uyning qurilmasini, yana mushu ijaraga topshirgan vaqtimizda manchini guruh qo'yib, manchi pul topshirsiz degani o'rgandik. Ikkinchi bo'lib nimani o'rgandik desak, mushu adresini so'zlashni. Adresni qanday qildik? Cho'ngdan tortib kichikka qarab mangdi va avval davlat, ondan o'lka, ondan shahar, ondan rayon, ondan numar, deyba. Ha, ondaqda 3-cü nuqtada biz mushu uydagi mushu tok saymanlar, qolgan mushu saymanlarni deyishni o'rgandik. Unda bo'lsa, biz bu yerda mushu uy saymanlarini bir takrar qilib o'tsak, o'xshash mushu kitobni ichib 上一节课的目标和 qarsak. 家电，那么 o'xshasha mushu ekrandami mushu bizniki davatgan narsalarimizniki rasmi chiqdi. Hamda kitobdami bor, shuning bu yerda men bularninki uyg'urchasini takrar qilmayman. O'zingiz mushu hanzuchisini qanday o'rganib ketaylik, bilamdi? Unda bo'lsa boshildik. 电饭煲，电饭煲，电视机，电视机，电冰箱，电冰箱，微波炉，微波炉，洗衣机，洗衣机，空调，空调，燃气灶，燃气灶，油烟机，油烟机，热水器，热水器。好，第二个家具，床，床，书柜，书柜，餐桌餐椅，餐桌餐椅，沙发，沙发，衣柜，衣柜，橱柜，橱柜。好，这个呢是我们上一节课所学的这个目标。那么接下来我们来看一下我们的新课。那么一样，在这个学习课文之前 tekstni o'rganishdan burun avval biz oldingi qatim o'rganib bo'lgan so'zliklarni bir o'tkazib o'taylik. Bilamdi? Unda bo'lsa boshildik. 请问，请问，售货员，售货员，生活用品，生活用品，最，最，排，排，收银员，收银员，包，包，纸巾，纸巾，条，条，毛巾，毛巾，管，管，牙膏，牙膏，支，支，
牙刷，牙刷，零钱，零钱，找，找，收，收，脚，脚，毛，毛，卖，卖，价格，价格。好，这些呢是我们上一节课所学的生词。那么下面我们来看一下今天的课文。那一样，在学习课文之前呢，我们先来看一下我们的小视频。o'xshash， 那么mushu yangi darsni bugungi mushu tekstni o'rganishdan burun avval bizniki mushu kichik filmimizni bir ko'rib olsak。你好，请问生活用品在哪边？在最后一排。谢谢。一共多少钱？1包纸巾，1条毛巾，1管牙膏，2支牙刷，一共36元。给你钱。有1块钱零钱吗？有，给你。找您15元，请收好。谢谢。Onda xusus savoqdashlar yuqorida biz filmni ko'rib o'tdik. Nima bu yerda qandaq bir ishlar yuz beribdi? Birlikda qarab boqaylik, ya. 故事场景，那么mushu voqelikniki yuz berayotgan vaqti nima ekan? 租好房子, ya'ni uyni mushu ijaraga olib bo'lgandan keyin, demak mushu uy ijara elish degan mushu ishni bartaraf qilib bo'lgandan keyin. Bu yerdagi bu xao deganimiz yaxshi deganni bildirmaydi. Demak mushu ishni bitirib bo'lganligini. Masalan, shexaola, she deganimiz yezishqu, shexaola degan bo'lsak, buning ma'nosi yezib bo'ldim degan gap. Nima, masalan, chi deganni yeyish deymiz. Chixaola degan bo'lsam, najushi shu yeb bo'ldim, qo'sqam to'ydi degandek. Bu hao degan bu so'zningki ishlatilishi 非常的灵活, har xil variant ishlatamiz. Nima bu yerda bu mushu ishninki bitganligini bildirdi. Andan shu登记完 biz mushu uy ijara olamdik yoki bo'lmasa uy sotib olamdik. Bu yerda biz mushu rayonda o'tiraqlashgandan keyin biz mushu rayonninki mushu boshquradigan, ya'ni o'tiraqliq rayonni boshquradigan bo'limga berib qandaq bir tizimga oldirib qo'yishimiz kerak. Men bu yerda turibman, menda ishlab bo'ladi deganda. Shunami? Nima demak bu yerda olimmi uyni zo'li qilib bo'lib, uyni ijaraga olib bo'lib, shu tushiga berib, mushu 登记 qilib chiqibdi. 那么登记 qilib bo'lgandan keyin 阿里木打算去超市买一些生活用品。 Nima uyga bir axlam kirib ketgili bo'lmaydi. Bu uyda bizga turmush buyumlari lozim bo'lamiz. Shuning uchun olim bu yerda nima ish qilibdi? Mushu uyga mang'ash berib, tanlab bozorga kirib, turmush buyumlarini og'ili beribdi. Demak, bugungi bu tekstda bizning o'rganganimiz mushu olim va mushu mol sotquchi xodimninki o'rtasidagi bir nima deymiz? Bir gaplar. Unda bo'lsa qarab boqaylik. Alimu debdi va 你好，请问生活用品在哪边? Yaxshimisiz? Mushu turmush buyumlari qayerdadir? Debdi, turmush buyumlari. Demak, bu chorshig'i kirib, udulama shu turmush buyumlari bor, yegilam boray, bundaq cho'gilab yurmay demakchi. Shuning bilan bu kim bo'lmishadiki mol sotquchi xodimdan so'rabdi. Nima mol sotquchi xodim uning nim deb javob beribdi. "Zai zui hou yi pai, zui deganimiz ang. Hou degan kayni shunaqona jo'shi ang keynidagi bir qurda debdi. "Zai zui hou yi pai." Ha, nima alimu nim debdi. "Shixie." Na jo'shi har vaqt mushu bir odam sizga bir kichik yordam qilgan bo'lsa-mu, na pashi yichuhua bir eg'iz gapni qilib bergan bo'lsa-mu, deb bergan bo'lsa-mu, biz qarshi tarafga mushu rahmat deyishni unutmasligimiz kerak. Ha, shixie debdi. Nima andan bu narsalarni tanlab bo'lgandan keyin qandaq mushu ang oldiga aytilimiz, ya'ni mishadiki mushu prikazchikning yiniga aytib beramiz. Tunago. Ha, bu yerda alimunim deb so'rabdi. 一共多少钱? 一共多少钱? Ya'ni jami qancha pul deb so'rabdi va 一共多少钱? Nima prikazchik mundaq javob beribdi. 一包纸巾. Bao bu yerda sumka emas, bo'laq xulab chiqdi va 一包纸巾bir bo'laq qog'oz, 一条毛巾 bir lunga, 一管牙膏
不是你么七八十，然后呢2支牙刷식당 치초가一共36元。Cami 36 yuan. Nama bu yerda mushu burmunchi nimalar chiqdi deymiz, miqdor so'zlar chiqdi ya. Oldida biz o'rgangandik, mushu miqdor so'z nihoyatda muhim bo'ladi hamda o'xshamagan narsalarningki miqdor so'zimi qanday o'xshamaydi. Xo'p, bu yerda mushu qog'ozni odatda bir varaq olgan bo'lsak, yichang bo'ladi va yichang buni o'rganib bo'ldik. Nama bir bo'laq bo'lgan chaqda qanday yibao-zhijin一包纸巾，把论根那个么大的那么干一条毛巾，一条毛巾。那么牙膏，yani七八十那个你们得讲么一管牙膏，一管牙膏。那么出个呢一支牙刷，一支牙刷，看到么大sözleri o'xshamaydi va。一共36元，减米36元debdi。好。给你钱，给你钱。那么 mana pul degan ma'noda. 收银员你们对不对？有1块钱零钱吗？ bir qo'y parcha pul bormi? 零钱 deganimiz parcha pul shunaqa. 有给你 bor mana debdi. Nima bu yerda 给你 deganda sizga beray deb tushunmasakmi bo'ladi? Mana pul deb tushunsak bo'ladi va qarshi tarafga badi. Andan keyin 收银员你们对不对？ bir kastik 找您15元 sizga 15 yuan qaytaray 请收好请saqlang debdi. Nima alimu 说了一声谢谢 rahmat debdi. Xo'p, bu yerda nimaga bu yerda bu olim qarshi tarafga qancha pul berdi degan bo'ldi. Shu vaqtida 36 yuan bo'pti. Olim 50 qo'y beribdi. Prikazchi buningga 1 qo'y parcha pul bormi dedi. Shu vaqtida 51 qo'y berdi. Olimga 15 yuan qaytardi shunaqa. Ha, unda bo'lsa bu bir nihoyatda oddiy bo'lgan, o'sha narsa kerak setib berishdagi bir dialog ekan. Unda bo'lsa, amdi biz o'sha dialogni bir qana o'qib olsak, 那接下来呢，我们把这个对话呢来读一遍，读一遍。好，那我们开始了。你好，请问生活用品在哪边？在最后一排。谢谢。一共多少钱？一包纸巾，一条毛巾，一管牙膏，2支牙刷，一共36元。给你钱。有1块钱零钱吗？有，给你。找您15元，请收好，谢谢。好，这个是我们第5单元第2部分的这个课文。Bu bizningki mushu 5-chi qismninki 2-chi bo'limininki nimasi? Mushu teksti. Endi bugungi bu yerda bizning o'rganmoqchi bo'lgan nishonimiz nimada? Endi hozir biz mushu nishonga bir qarab o'taylik. 好，我们一起来看一下。好，今天我们要学的目标呢，一共有3个。Bugün bizniki o'rganadigan bu nishonimiz jami 3ga bo'lingan ekan. Birinchisi 认识人民币, ya'ni mushu xalq pulini tunish. Nima bu yerda mushu xalq pullariniki qanday qilamiz deymiz? 拿出不同面值的人民币认一认说一说 debdi. O'zingiz mushu o'xshamagan so'mliqdagi mushu xalq pulini ilib bularni tunib o'ting, ya'ni qanday qiling deymiz? O'qib baqaylik ya. Avval mushu birinchisi, ya'ni mushu qizil ranglik pulga qarsak bu nima? 100 yuan. 100 koy desakmi bo'ladi, 100 yuan desakmi bo'ladi. Qanday deymiz? 100 yuan. 100 yuan yoki bo'lmasa 100 kuay. 100 kuay. Bu yerda bu 100 yuanlik pulning ustida qancha? 100 degan mendaq son bor. Unda bo'lsa yenidikisi, mana yeshil rangliki qanday? 50 yuan. 50 yuan. 50 yuan. 50 yuan. yoki 50 kuay. 50 kuay. Ha, ostidagisi mana 20 degan son yozilgani 20 yuan, 20 koy. 20 yuan. 20 yuan. 20 块，20块。好，
那么这个蓝色的嘛 көкірәңлікке қандақ 10 元10元10元10块10块好下面嘛我紫色的是5元제이즈랑likki 5 元5元5元5块5块啊 개인비기 마오 是青色的是吧这个是1元1거야 1元1元1块1块好下面这个五角 5毛啊五角 여기 5毛5毛那最后一个是1毛最后一个是1毛1角1角 여기 1毛1毛好那这个呢是我们的这个人民币yuqoridagisi bo'lsa bizniki nima mushu xalq pullarimiz endi bu xalq pullarni biz odatda mushu ishiltib o'qigan vaqtimizda qanday qilamiz那我们来看一下这个人民币的读法人民币的基本单位buniki asosi bo'lgan mushu birligi yuan角分yuan deganimiz mushu odatda biz yuan deymiz jiao deganimiz mushu mo'ni so'zlaydi分deganimiz tin好那么yuan角分那口语ig'iz tilida ko'pincha biz qanday ishlatamiz块 masalan 1块2块100块degandek 那么yoki bo'lmasa毛1毛2毛5毛degandek 那么mushu分deganimiz tinni bildirdi 1分2分3分deganni 好表达钱数时 mushu pulninki sommasini degan vaqtimizda 最后的货币单位可以省略那意思就是说按 keynidagi bo'lgan masalan mushu ting'icha so'zlagan bo'lsak nima tinni qisqartirib olsak bo'ladi agarda mushu jiao yani mochangacha so'zlagan bo'lsak nima mushu mauni qisqartirib olsak bo'ladi ha 比如说 15 koy degan bo'lsak 15 yuan bu yerda faqat birsi bor buni qisqartmaymiz agarda yuanni qisqartirib olsak bu 15 degan faqat bir son bo'lib qoladi nima ostidagisi 15 koy 5 mo bo'lgan vaqtida qanday deymiz 15 yuan 5角15元5角 yoki bo'lmasa 15块5毛15块5毛那么bu yerdagi mushu mao deganni qisqartirib etib 15块5 desak bo'ladi degan gap 15块5 deb o'qisak bo'ladi那么ostidagisi ting'ichi kelgan ekan-ku 15块6毛8 ma 8ning keyindagi ma tinni qisqartirib olsak bo'ladi shu vaqtda qanday o'qiymiz 15元6角8分 bu to'liq 15元6角8分那么 mushu 块 bilan maoni ishlatgan bo'lsak 15块6毛8 15块6毛8分 都可以嘛分ni qanday eng oxirgisini 可以省略 mushu demasakmi bo'ladi 那么 eng oxirgisi 15块08分 15块08分 那么 15 yuan 16 ga bu yerda mausi yo'q ma mo'jansi yo'q bo'lgan chaqda bu yerga qanday qilamiz ling deganni deyishni unutib qolsak bo'lmaydi ha unda bo'lsa mushu eng oxirida yana bir nima debdi 如果只有元 yoki 角分一个单位时那意思就是说 mushu yuanni lam ishlatgan yoki bo'lmasa 角ni lam yoki bo'lmasa 分ni lam 那就是说 mushu birlikning ichidan faqat birini lam ishlatgan bo'lsa ig'iz tilida odatda eng keyiniga mushu chen degan xatni qitib so'zlaymiz 比如说 mushu 15 koy bo'lgan bo'lsa 15块钱15块钱那么 7 mo bo'lgan bo'lsa buni nima 7毛钱7毛钱 yoki eng oxirgisida mushu 4 tin bo'lgan bo'lsa 4分钱4分钱 degandek mushu faqat
birlam mushu birligidan birini ishlatgan vaqtimizda ang keyiniga mushu chen degan mushu xatni eg'iz tilida ko'pinchisi qo'shib qo'yamiz. 100 yuan degan bo'lsak, 100块钱, 200块钱, 1000块钱, 10000块钱degandek. Ha bu pulningki mushu o'qilishi. Hamda ostida bir nima shao tishi degan bir askartish. Bu askartishda nima narsa askartilgan desak, mushu pulga kelgan vaqtimizda, mushu biz r 2 deganning 2 xil o'qilishi bo'lyapti-ku. Birisi r, ya'ni birisi liang. Bu ikkisini qanday qilib to'xtaymiz? Mushu sonni o'qigan vaqtimizda r ni ishlatdik, shunaqa r san s. Yana birisiga mushuliq rad tartibini degan vaqtimizda ttr deb so'zlaydik. Keyniga miqdori kelgan vaqtida liangni ishlatdik. Bu shu liang zhi, liang ben yoki bo'lmasa liang kuar, 2 parcha degandek. Nima bu yerda mushu pul so'misiga kelgan vaqtimizda bu liangni qanday ishlatamiz? Ko'pinchisi mushu pulga kelgan vaqtimizda buni liang deb ishlatamiz. Bu shu 2 qo'yni odatda 2 kuay deymiz, liang kuay. Liang kuay. Nima 2 mo bo'lgan bo'lsa, liang mao, 2毛 deymiz, liang mao. Nima 2 tiyin bo'lsa, liang fen. Demak, pul so'misiga kelgan vaqtimizda ayrim ishlatgan vaqtida ko'pinchisi liangni ishlatamiz, rni ishlatmaymiz. Agarda mushu 2 degan mushu son qandaq mushu pul so'miningki eng oxirisiga kelgan bo'lsa, u vaqtida nimani ishlatamiz? Rni ishlatamiz. Bu shu birinchisi 2 qo'y, 2 mo. Nima bu vaqtida biz liang kuay liang demaymiz, liang kuay r. Nima 2 qo'y, 2 mo, 2 pong degan vaqtimizda qanda liang kuay r mao r. Mushu birinchisiga liangni ishlatib, keyingisining hammasiga rni ishlatishimiz kerak. Liang kuay r mao r. Nima yoki bo'lmasa liang kuay liang mao r desakmi bo'ladi. Najushu shu eng oxiri qisqiga 2 ni qilsakmi bo'ldi yoki shu birinchisiga ham liangni ishlatib, keyingi har ikkilisiga rni ishlasak bo'ldi. Nima eng oxirisiga qarsak, shu 12 qo'y 2 pung ekan-ku. Nima eng oxirida kelibdi, buningga liangni ishlasak bo'lmaydi. Nima buni nima deymiz? 12块02分desak bo'ladi. Nima bu bir nima kichik askartish. Ha, unda bo'lsa ikkinchi nuqta shunwen jiaqian. Ya'ni bir narsaninki mushu bahosini so'rashni o'rganamiz. Bahosini so'rashda bu yerda qancha xil debdik? 4 xil berdik, 4 xil. Nima birinchisi udullam qancha pul deb so'rashi. Qancha pul degani nimamiz? 多少钱? Nima bu yerda 128 qo'y debdi shu vaqtida 128 yuan. 128 yuan. Nayda oddiy chiqqani. Ikkinchisi qandoq sotdingiz? Masalan, 1 kilo olmani qandoq sotdingiz degandek. Qandoq sotdingiz deganda zamamayda. O'xshash javobi 360块钱, 360 yuan. 360块钱. Nima 3-chi xil qandoq bahosini so'raymiz? Mushu bahosi qancha deb so'rasaqmi bo'ladi? 价格是多少? 504. Bu sonninki qisqartishni o'rganib bo'ldik. 504 deganimiz 540 yuan. Nima eng oxirisida jami qancha pul desak, 一共多少钱? Na jami 1300 yuan degan bo'lsak, 一共1300. Nima bu yerda qancha xil mushu bahosini so'rashni o'rgandik? Jami 4 xil. Jami 4 xil. Birinchisi 多少钱? Ikkinchisi 怎么卖的? Uchinchisi 价格是多少? To'rtinchisi 一共多少钱? Hop, yana bir kelsak. 多少钱? 128 yuan. 多少钱? 128 yuan. 怎么卖的? 360块钱. 怎么卖的? 360块钱. 价格是多少? 504. 价格是多少? 504. 一共多少钱?
一共1300，一共多少钱？一共1300。好，这个呢是询问价钱。Bahasını so'rashda to'rt xil mushu misol qildik. Endi eng oxirgisi 生活用品, ya'ni mushu turmush buyumlari. Bu turmush buyumlarini qandaq deymiz, ataymiz. Nima agarda sirtqa chiqib bir narsa sotib olmoqchi bo'lgan bo'lsak, bu yerga nim deb deymiz? Hop, 我们来看一下 birinchisi 洗洁精. 洗洁精. 洗洁精 deganimiz qattiq yuvish suyuqligiga 洗洁精. Na ikkinchisi 洗衣粉. 洗衣粉. Odatda biz nima un supun deb qo'yamiz-ku, un supuni yoki bo'lmasa shu parshuk. Hop, andin 肥皂. 肥皂 kir supun. 肥皂. Odatda 肥皂ni nima ish qilamiz? Kir yuvamiz. 香皂. 香皂. 香皂ni odatda shu atir supun deb qo'yamiz. Atir supun. Hop. Nima ostidagisi 卫生纸. 卫生纸 bu tozliq qog'ozi. 好，下面呢卫生巾 bu mu tozliq qog'ozi. 好，andin 洗发水. 洗发水 bu nima? Mushu chash supuni, mushu chashni yuyadigan. Andin 垃圾桶. 垃圾桶 axlat sanduqi. Ko'pincha uyda ishlatadiganimiz. Andin 盆. 盆 deganimiz talanga yoki bo'lmasa javur. Hop, andin 水杯. 水杯 bu nima? Stakan, suv ichadigan stakan. 碗. 碗 china. 盘子. 盘子 nima? Taxsa. 拖把. 拖把. 拖把 degan nima? Pul surtgich. 扫帚. 扫帚, ba'zida yana solbami deb qo'yamiz. Bu supurgi. Supurgi. 拖鞋. 拖鞋. Buni nima deymiz? Sapmakash. Sapmakash. Odatda uyda kiyadigan sapmakashlar. 毛巾. 毛巾. 毛巾 deganimiz lunga. 枕头. 枕头. Yostiq. Yostiq. 被子. 被子 yutqan. 锅. 锅 nima? Kora. Kora. Unda xussa mushu mazmunlarni yana bir o'tkazib o'tsak. 洗洁精. 洗洁精. 洗衣粉. 洗衣粉. 肥皂. 肥皂. 香皂. 香皂. 卫生纸. 卫生纸. 卫生巾. 卫生巾. 洗发水. 洗发水. 垃圾桶. 垃圾桶. 盆. 盆. 水杯. 水杯. 碗. 碗. 盘子. 盘子. 拖把. 拖把. 扫帚. 扫帚. 拖鞋. 拖鞋. 毛巾. 毛巾. 枕头. 枕头. 被子. 被子. 锅. 锅. 好，那同学们，以上呢是我们这个第5单元的第2部分。Yuqoridagisi bo'lsa, bizniki 5-chi qismninki 2-chi bo'limidagi mazmunlar. Unda bo'lsa, bugun qaytib mushu tekstlarni boshqa qatim o'qib, nishonlarni yoki mushu turmush buyumlarida chiqqan mushu so'zlarning hammani esimizda ching tutaylik. Unda bo'lsa, bugungi darsimiz meshakchi bo'lsin. 作业一定要按时完成，今天的事情不要放到明天。Mandaq bir gap bor-ku, 明日复明日，明日何其多。那么atda devasak tugamaydigan atda bo'ladi. Unda bo'lsa vaqtni ching tutaylik.
那好，那同学们，我们下一期再见。